Biz bor. Mana bu nima edi noti? Gaz plitamiz bor. Yo'q. Azar oq rang o'zi odamni bag'ridan ochadigan bir ko'ngilni bir kayfiyatini ko'taradigan rang. Bugungi yangi obyektimizda xuddi shu ranglardan foydalanilgan. 84 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizning lokatsiyasini sizga tushuntirib o'taman. Bu yog'i Samkur zavod, Sangzana yangi yo'l, bu yog'i Amir Temur ko'chasi, Zolotoy arava narisani orqasida joylashgan 6 qavatli uyimizning 5-qavatida. Azar xonadon yangi, hali hech kim yashamagan. Xonadonimiz narxini esa har doimgidek video oxirida aytib o'tamiz. Sizlar esa o'z yuraklaringizni ayamaysiz umiddaman. Ketdik. Unga bitta baho berib o'tasizlar. Azizlar, xonadonimizga kirish qismi. Kirganimizda mana shunday bizni shkof kutib oladi, garderobni qilingan. Bu yoq hol. Holimizda ro'parasida esa xonadonimizning zali joylashgan. Azizlar, ko'rib turibsizlar, zalimizda stol, mebellar qo'yilgan, televizor qo'yilgan. Uyimizning rangiga e'tibor bering. Qanday bir mehrli rangga tanlangan, qanday bir oq rangga tanlangan, odamni shunday bir kayfiyatini ko'taradigan rang. Keyingi xonamiz esa azizlar, bizda bolalar yotoqxonasi. Marhamat, bu yoqdan ham eslatib o'taman, har bitta xonadonimizda televizor qo'yib ketilgan. Azizlar, keyingi xonamiz esa bu kattalar yotoqxonasi. Mebelga bitta baho berasizlar. Mebelga bitta baho berasizlar. O'zini podsvetkalari bilan yo'q xonamizda ham televizor qo'yilgan. Rangiga e'tibor berasizlar. Xonamizda shunday chiqqanimizda mana bu dekoratsiya o'yiniga bitta e'tibor berasizlar. Yo'lagimizni ro'parasiga qanday tushgan? Yuqorida esa konditsioner joylashtirilgan. Keyingi xonamiz esa bu oshxonamiz. Texnikalari hammasi qo'yilgan. Xolodilnik, sterilni, gaz plita, vitishka va mebelni o'ziga bitta baho berasizlar. Polimiz kafe qilingan, afzal uyimizning isitish tizimi cho'qli pol. Va bu yerdan ham televizorimiz tashib etilgan. Nustaja qanday? Juda bir chiroyli did bilan tanlangan. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz esa bu sanuzel. Sanuzel biz alohida. O'zini vannasi, dushovayasi, rakinalari bilan. Va hojatxonamiz. Kanada xonadonimiz hali yangi, hech kim yashamagan bir kun ham lokatsiyani eslatib o'taman azizlar. Samkur zavod ro'parasi, bu yog'i Amir Temur ko'chasi, Zolotoy arava narisani orqasida joylashgan 6 qavatli uyimizning 5-qavati 84 kvadrat metrdan iborat. Xonadonimizning narxi 63.300 AQSh dollari savdosi bor. Azizlar, nasibani ham ko'rib chiqamiz. Azizlar, kvartiramiz ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilamiz. Biz esa sizlarga shunaqa bir chiroyli variantlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar.